Erkak kishi boshqaruvchi qilib saylangan. Ya'ni erkak kishi deganda boshqaruvchi va boquvchi shaxs tushunamiz. Lekin ming afsus bo'lsinki, hozirgi kundagi erkaklar ayrimlari hatto o'zini boshqara olmaydi. Hatto u tuyg'ularini boshqara olmaydi. U bir ayolni tanlagan insoni bo'lish uchun o'z hayotini qurbon qiladi. Erkak kishi bunaqa bo'lmaydi. Erkak kishi bir ayol uni tanlashi uchun harakat qilmaydi. Bu xato erkak kishiga teskari narsa. Shuning uchun ham men ba'zi bir erkaklarga aytamanki, sen hech bo'lmasa ertaga xotiningni boshqarasan, bir joy, bir korxona, bir zavod, bir mintaqa u yoqda tursin, sen hech bo'lmasa xotiningni boshqarasan, o'zingni allaqachon boshqarishing kerak. Tuyg'ularingni allaqachon boshqarishing kerak. Oldingilarning sinovi qanaqa bo'lgan o'zi? Oldingi erkaklarning sinovi qanaqadir bir hayotdagi haqiqatan ham sinov desa arziydigan narsa bo'lgan. Hozirgilarning sinovi qanaqa? Hozirgilarning sinovi muhabbat, sevgi, muhabbat. Ayol kishini e'tiboriga tushish uchun harakat qiladi. Erkak kishi ayol kishini tanlagan insoni bo'lish uchun harakat qilmaydi. Erkak kishi ayol kishidan bir maktub kelsa, bir SMS kelsa, baxtli bo'lib ketadigan darajadagi shaxs emas bu. Erkak kishi boshqaruvchi, erkak kishi tanlaydi, erkak kishi qaror qabul qiladi, erkak kishi boshqaradi. Shuning uchun ham erkak kishi hech bo'lmasa xotinni boshqaradi, hech bo'lmasa bir oilani boshqaradi. U allaqachon o'zini boshqarish kerak. Allaqachon u o'zini tuyg'ularini boshqarish kerak. Lekin ming afsus bo'lsinki, hozirgi erkaklar o'zgarib ketgan. Shuning uchun ham oldingi bir rivoyatlarda qaysidir bir davlatni bosib olmoqchi bo'lsa, dushmanlar oldin josus kirgizar ekan, josus kirgizib erkaklarni ko'rsa, erkaklar haqiqiy erkak sifat ekan, keyin aytar ekanki, bu joyi hali beri bosib bo'lmaydi. Keyin bir necha yillardan keyin kelar ekanda, bir yig'lab turgan bolani ko'rar. Ha, nima yig'layapsan desa, 15-20 yosh atrofidagi bola, ha, sevganim tashab ketdi desa, u josus xulosa qilar ekanki, tez bo'tni olib qo'yish kerak. Tez bo'tni bosib olsa bo'ladi. Erkaklar erkakligini yo'qotib bo'lgan. Shuning uchun erkak kishi hech bo'lmasa bir oilani boshqaruvchisi ekan, u allaqachon tuyg'ularini, nafsini boshqara olishi shart. Nafsi nimani talab qilsa qilib ketavermaslik kerak. Tuyg'ularni boshqarish kerak. Nafsiga qul erkaklar bor mana hozir. Nafsi nimani talab qilsa qondirishga payga tushadigan shaxslar bor. Qo'shtirnoq ichidagi erkaklar bor. Erkak nafsini, tuyg'ularni boshqara olishi shart. Bo'lmasa uni erkakligi qayerda qoladi?